Xo'p, ushbu misolda quyidagi berilgan ifodaning eng kichik qiymatini toping deyilgan. Eng katta, eng kichik qiymat topishda bitta qoidamiz bor musbat sonlar uchun. A va B 0 dan katta yoki teng musbat sonlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha ikkita sonning o'rta arifmetik qiymati katta yoki teng bo'ladi ikki sonning o'rta geometrigidan. Buni isbotlaydigan bo'lsak, umumiy maxraj berib 2 ni ko'paytirib chap tomonga olib o'tsam, katta yoki teng 0 dan buni davom etadigan bo'lsam, bu ifodamiz ildiz ostida A ayrilgan ildiz ostida B ning kvadrati 0 dan katta yoki teng degan har doim o'rinli bo'lgan ifoda isbotlanadi. Demak, bundan xulosa qiladigan bo'lsak, ikki sonning o'rta arifmetigi o'rta geometrigidan har doim katta degan mana shu tengsizlikdan foydalanishligimiz mumkin. Endi bizga berilgan quyidagi ifodani umumiy ko'rinishda isbotlashga harakat qilamiz. Demak, Cauchy tengsizligi. A sonimiz kichik yoki teng x dan, kichik yoki teng y dan, bu ham bo'lsa kichik yoki teng z dan, bu ham bo'lsa kichik yoki teng t dan, kichik yoki teng b dan. Umumiy holat bo'yicha qaraydigan bo'lsam, x taqsim y plus z taqsim t ning minimum qiymati so'ralgan. Bu ifoda minimum qiymatga ega bo'lish uchun x o'rniga eng kichik qiymatini, y o'rniga eng katta qiymatini, z o'rniga eng kichik, t o'rniga eng katta qiymatini tanlashim kerak. X'imizni chegarasi a dan y gacha bo'lganligi uchun x o'rniga eng kamida a ni qo'yishim mumkin. Demak, x o'rniga a ni qo'ysam, a taqsim y qo'shilgan z o'rniga, z ni chegarasi y dan t gacha bo'lganligi uchun z o'rniga eng kamida y qo'yishim mumkin. Z o'rniga y qo'ysam, y taqsim endi t ni qiymati. T'imizni chegarasi z dan b gacha bo'lganligi sababli mana shu kasr eng kichkina qiymatga ega bo'lish uchun t o'rniga eng katta b ni qo'yish mumkin. Demak, t o'rniga b ni olib borib qo'yadigan bo'lsam va bu yog'ini isbotlaymiz. O'sha holat bo'yicha, ya'ni birinchi o'rgangan holatimiz bo'yicha ikki sonning o'rta arifmetigi o'rta geometrigidan har doim katta. Demak, bizga berilgan shu ikkita son, ya'ni a taqsim y qo'shilgan y taqsim b ning o'rta arifmetigi katta yoki teng bo'ladi ikki sonning o'rta geometrigidan. A taqsim y taqsim b dan. Bu joydan y'larimiz qisqarib ketadigan bo'lsa, bu ifodadan teng kelib chiqadi. A taqsim y plus y taqsim b'imiz, bu ham bo'lsa teng, dastlabki ko'rinish x taqsim y z taqsim t ga teng bo'ldi. Katta yoki teng ikki ildiz ostida qisqarib ketganidan keyin a taqsim b qoldi. Demak, bu tenglamadan eng kichik qiymat 2 ildiz ostida a taqsim b ga teng ekan. Mana bu tenglamani davom etib endi misolda ishlab qo'yadigan bo'lsak, teng bo'ladi 2 ildiz ostida a ni o'rnida 19, b ni o'rnida 304. 19 bilan 304 qisqaradigan bo'lsa 16, 1 taqsim 16 dan 1 taqsim 4 chiqadi. Javob 1 taqsim 2 bo'ladi. Bu bizda mana t javob.